Mekke'ye kirishten burun ehram bağlışımız gerekti bu. Ömre hacını başlamay turuplu büzüp olduk mu mana? Ondaq təsdiq atışının haceti yo'q, Marjan. Ehramni miqatga berib bağlısaqmı kechikmaymiz. Ehramni qandoq bağlayman? Ömre ehramni niyat qil. Ondan yuyunib tikilmagan ichki kiyimda yurgan. Ham ömre niyatini qilib 2 rakat namoz o'qi. Sunnat bo'yicha avvalgi rakatda Kafirun surasini, ikkinchi rakatda Ixlos surasini o'qisang yaxshi. Ondan talbiya aytsan. To'liq oddiy ekan. Men bunda oson o'ylamabdiman. Dinimizning hamma ishlari shundoq oson. Ulardan birarni xato qilib solgan musulmonmi? İstig'for etsa, Alloh xolisa kechirdi. Miqatga yiqilib qoldik. Ey hammadan mehribon shafqatli Alloh, gunohlarimizni mag'firat qilgayla. Ömrü hajni osonlashtirib bergayla, ham qabul etgayla. Amin. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ey Allah, Beytullah'ın şanı şevkitini, hürmetini, tez amallıqını ziyadı qıqayla. Hac ömrü üçün Beytullah'a gəlgənlərinin bu şan şərifi, hürmeti, amallıqını ziyadı qıqayla. Ey Allah, rızıqlarımızın bereketini bəgəylə. Yurtlarımızda amal qıqayla. Ey Allah, İslamni ve Müslümanlarını aziz qıqayla. Nimada dua qilishni bilmayapman. Zikr tasbih etqin. Tasbihmi? Zikr tasbih bilan mashg'ul bo'lib duo qilmagan kishiga Allah tilaganlarga bergandan ko'proq beradi. Subhanallohi valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar. Xudoga shukr. 7-chi qitimliq yugurishni tugatdim. Ehramdan chiqdingmi, Marjon? Alhamdulillah. Bir yaxshi niyatli kishi chechimni ep qo'ydi. Amsa bizning choshlarimizni sen ep qo'y. Lulu taqat ajab kechikdi-ku. Bu texcha Safati g'inidagi yugurish rayonida. Alhamdulillah. Xudoning yordami bilan umr hajimizni osonlik tugatib oldik mana. Bu yoqqa kel. Zamzam suvi ichimiz. Tez bo'l. Bir-birimizni yutirib qo'ymaylik deb Lulu taqamni saqlayapman. Ota-onaga duo qilishni unutma, bolam. Ey Allah, meni ota-onam bilan yaxshi kunda jam qilg'ayla. Hayatımdaki en güzel bir gün bu oldu. Ziyod, charchamadingmi? Yo'q, to'liq rohatli safar bo'ldi bu. Madina Munavvarga boramizmi? İnşallah tamak yeb, aram evagandan keyin boramiz. Makkadan Madinaga to'ygulik safar qilish bakla jafoliq. Payg'ambarimiz kofirlar tarafida qo'llanganda o'zi bilmaydigan yo'llar bilan mengib hijrat qilishga majbur bo'lgan. Unchalik jafoliq emasdi. U jabuti hozirgidek tamoqlanadigan, aram oladigan o'tanlar yo'qdi. Shundoq, haramning imoratlari kundan kunga ovib beryotdi. Biz hozir Hijriya 13-asrda turyapmiz. Kim biladi, yana 100 yildan keyin safar qanchalik qulay, rohatlik bo'lib ketdi. Hamda bog' egalarining qissasining davomini aytib berishga qanday qaraylikin? Pul melining ko'p qismini peqir miskinlarga sadaqa qiladigan, o'rliqqa chiqqanining hammani kambag'allarning haqida biladigan yaxshi niyatli kishi vafot bo'lgandan keyin bog' bolalari qoldi. Bu yıl begimizden husuli teximi mol bo'ldi. To'g'ri deysan. Qo'squm ijvotidir. Yuranglar, uyga qaytib nashta qilaylik. Uyga kirmay havolab o'ltirib g'izolansa qandoq deysizlar? Qo'shnilarning g'izoga daxil bo'lsa deyman. Javad, qasimimizni unutib qoldik, ha? Kambag'allar daxil bo'landa, baglar qandoqmi odatdagi teriqchilikdek etiz qirdi g'izolansin. Bo'ldi. Qo'rq gapni qo'yib, tez menga. Bir oshpazlarga g'izoni tezroq tayyor qilishni aytmasak bo'lmaydi texi. Qiladigan bir muncha ishlarimiz bor. Mana ey, o'rin baytal. Chu. Ata, bilinmanglar deb vasiyat qilgan edilar. Endi men nima qilay? Ho'sun yig'ishni qachon boshlaymiz? Ata tong atgan hamon tilamchilar uyg'onishdan burun, ha?
qo'shillan devatamsan? Bilib qo'y, Javad. Biz bu yalan to'shlarga bir narsa berib, mal dunyoyimizning kemiyib ketishini faqat xohlamayman. Lekin biz har yili bug'doy va mevalarning zakitini ayirib kelgan. Endi unda qilmaymiz. Burun berganlarimiz yeta. Men qo'shilaman. Bunda qilish harom. Halol haromni qo'yg'ina. Muhimi biz hozir katta boylarga aylandik. Qolg'ini muhim emas. Dadam doim mal dunyosining zakitini ayirganlarga Alloh barkat ata qiladi deydigan. Barkat allaqachon ata qilindi. Qaramam sen. Bog'ning daraxtlari shoxlarini ko'taramay qilyapman-do ana. Ha? Javad, ishgan qasamimizni unutma. Qasamni buzish harom jumu. Bo'pti. To'g'ri ko'yninglarni qilinglar. Malayning meni kirgizgisi yo'q-ku. Xuddi men bir musofirdeklar. Qandaq ish bu? Kaslar shaybuntaga. Singishlik bo'lsin. Sizlar chaqirtmasda kelaverdim. Yig'im vaqti kelib qoldi. Qachonliqqa ish boshlamoqchi bo'lyapsizlar? Meningcha bu oilamizning ichki ishi. O'zimiz bir taraf qila olamiz. Asad silini bu ishlarga avval qilmayli devatidi. Sizlarga yordamlashay degan edim. Dadanglar Sadiqini o'ldirgicha yetkazib berdigan ojiz becharalarni men bakrak belatdim. Ko'p rahmat. Bizga sizlarning yordamlarining hojati yo'q. Dadamning birodargimi hech nima bermamdiq. Og'zon yo'q. Bo'ldi. Shaybon begimni uzitib qo'yinglar. Rahmat. Uzatmasanglarmi o'zim ketalayman. Alloh dadangga rahmat qilg'ay, Javad. Hayotimda bundoq past odamni ko'rmabdikanman. Ta'sirlanib ketishingning hech qanday hojati yo'q. Alloh dadangga rahmat qilg'ay, Javad deyish orqali seni ta'sirlantirmoqchi. Tushundingmi? Subhanallahul azim. Subhanallahul azim. Subhanallahul azim. Neman chiqib ketsan? Burun yangi oyni ko'rib boqmaganmidan? Hech nima qilmadim-ku. Tasbih aytibman shu. Balduroq aram ilishni unutib qolma. Atdiganda chapaliq ishlaymiz texi. Uyqum qochdi. Bearam bo'lib ketyapman. Boy shodliq bearam qildi demaydigansan. Qilmishlarimizning jazosini tatib qolamizmi deb ansirayman. Bundoq o'ylasang bo'lmaydi. Sening nisivangni biz ilib, seni jazodan xalos qilyapmiz. Qandaq? Xolig'ininglarcha bo'lsin. Xo'p. Undaq bo'lsa, men balduroq aram olay. Sen hammamizga vakolatan zikr tasbih aytqin. Ali ətir qoşulğan Gülsiye begim yüzünü yuvasıla. O'zingiz Xizmatlardagi Salma bo'laman. Meni tonimayaptamlar. xizmatimda yuzlagan qizlar tursa, qaysi birini az tutib bo'lay? Begim, özür tunigun setib olgan 50 kat asirdim. Xo'jayin meni sizga hadiya qilib otlar bilan qo'shib beribdi-ku. Bosh ko'z ot savdogar meni bexutlashtiribdi. Bu jiroq qaytang. To'xtang. Buyursizlar begim. Ismingiz nima edi? Cho'ralari Salma begim. To'limi g'alit ismkan. Odamning esida turmoqdek. Qaysingiz bo'ladi? Subhanallahul azim. Ey pak parvardigorim, xatolarımizdan o'tgayla. Gunohlarimizni kechirgayla. Begim, Sham karvini yetib kelibdi. Bu nima? Arali 50 sanduq oltinmi? Bugungi tapovat aram o'shinchilikmi? Yomg'ir bilan bo'ron sababidan karvon vaqtida kelinmay qoldi. 100 ming odam ishiltib turib, hech qancha foyda ololmasam, qandoq bo'lg'ini bu? Begim, qasam qilayki, atidan boshlab cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Agar ishlar yana yurishmasa, hammangni qul bozoriga opirib, setib aytaman. Deganlardek bo'lsin, begim. Oshpaz qani? Bugun tamoqqa toza taom yo'q. Kashik tamoqqa ishga o'g'loq bo'lsa bo'ldi.
Qaysan ba? Tez, buningdan yana azroq akir. Usul yiqiladigan bordigan bo'lgan emasmidiq. Cho'ng ishlarni qilish uchun o'qdan yeyish kerak-da, ha? Men to'yg'ich yedim. Bag'ash turay. To'xtab tur. Mushuni yavasamni bilmaymiz. Hey. Javod, sen ishni yemeding-ku. Men qaramabdiman. Rastlı tamaq yemedin. Mening o'lishimni ayirib bersanglar, xohlagancha ishlasam bo'ladi-da. Ya'ni shu koni gapmi? Javod, qasimingni unutib qolchi bo'lma. Bugun baqqa kambag'allarni hargiz yo'latmaymiz. Mangayli, men bog'ning yangi mevalari, etizning mo'l usullarini ko'rishga oldirabotman. Tezroq bo'linglar. Mening teximi taqdim taq bo'ldi. Subhanallahul azim. Subhanallahul azim. Beg'amiz ne ketdi? Xato kelib qoldikmi nima? Ah, Xudo. Bu nima ish? Yo'q, hammadan ayrildik. Hammasi tugabdi-ku. Hammasi. Beg'amiz tamoman xarobalikqa olinib qoldi-ku. O'zimizga qildik. Esitdi. Bu zotda qandoq bo'lgani? Qancha bu qandoq yuz berdi? Bir kesidir jonjonivor uchar qanotlarning hammasi o'libdi-ku. Ko'zini yumib ochqicha quruq so'ngga aylanganda qara. Ko'yib ketgan mevalar jo'texe. Bu zotda qandoq ish? Bu qo'shlarni olgan edik. Sizlarga Allohni unutmanglar demagan edim. Bismillahirrahmanirrahim. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون صدق الله العظيم. Ularning kambag'allarga qilgani dal boylardan ilindigan imtihon edi. Ular imtihondan o'tolmadi. Ularningcha sadiqa mol dunyoni kemaytib etamish. Vaholanki pul mol sadiqa berganga ozlab ketmaydi. Ular yana zemin ustidagining hammasiga egidorchilik qilamiz deb xomxiyol qilishib, hammaning Allohning ilkida ekanligini unutib qolishdi. Men o'g'illarning o'tiranchisiga ichinyapman. U oq ko'ngil, zikr tasbih aytadigan kishi ekan. To'g'ri deysan. O hargiz ajarsiz qolmaydi. Qandoqsiga? Buni sana ata yer yuzidagi eng go'zal shahar Madinada so'zlab beraman inshaalloh. سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن يا رب نور بالكتاب قلوبنا يا رب عطر بالكتاب لساني سبحان
كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله 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 سبحان